Sizga do'stlar yaxshimisizlar? Yana men o'sha Davlat Abdullayev. Qarshi do'stlar, mexanika ishga boramiz. Ba'zilar bilmaydi joyini. Ammo shuning uchun o'rgatyapman buni. Endi bizga tak navigatorga qilamiz. 4 ta nuqta bor-ku. Kiramiz. Navigatorga kiramiz. Pastroq qilsak ekan, начальный emas, 9-rabota. Rabota degan. Keyin 4-si mexanik. Tepada chiqadi. O'sha yerga ketamiz. Shu qochib qilib ketaymi yo chiqib ketaymi? Ha, o'sha ko'chaga chiqib olaylik. Aytgancha videoni ko'rishdan oldin like va podpiskani bosib qo'ying. Biz yetib boryapmiz, sal qoldi. Tez yetib borsak shuncha yaxshi. Biz bu yerga yetib keldik. Yarasamiz keldik. Mashina ichidan chiqamiz. Ketdik. Bir marta ishlatib ko'rsataman sizlarga. Mashina 4 uruvendan kelasizlar do'stlar. Burjalik so'm o'zlaridan oladi. Panetini o'zi beringlar. Shuni bilmaydi, baribir salkam gapiraveradi ekan. Biz ketamiz ishga. Ha. Mashina beramiz. Politsiya ekan, qoch. Gazlaydi. Hozircha do'stlar kamerani, after kamerasini o'chiraman. Chunki u xalaq beryapti menga, hamma joyga kamera bor, kameraga tegyapti. Tak, qaranglar, kim kelgan? Hech kim yo'q. Shuna qilib yuramiz bu yoqda. Yuraymi, yurmaydi, nima bo'ladi? Bu restoran avtorestik. Tak. Biz ketdik. Agar bo'lmasa topsam nima qilaman? Do'stlar, shunaqa nima qilamiz? Bosamiz. Починить mashinani ikkinchisini bosamiz. Bu zapravkadan bor. Mana 5000 gacha nima qilyapti? Biz hozircha bunga pul kerak emas, biz shu qilamiz. Ketdi. Bu yoqda. Значит, bu nima degani? Значит, bunga borda. Buniki to'g'ri. Yuz turibdi, mashinasi buzuq emas. Demoqchiman. Mana to'xtalib qolmadi. Ne qilamiz? Kina bosamiz. Yuzga qolsa agar nima bo'ladi? Xo'p, desam endi. Yo'q bilan. Pashol deymiz, bunga chiqib ketamiz. Ketdik yana biz. Mana qilamiz. Yana 2. 100 so'm olamiz, chunki menga pul kerak emas. Tak, xo'p deymiz. Ana, bo'ldi. Xullas shu do'stlar. Hop, mana. 75 so'm keldi mana degan. Bo'ldi. Har do'stlar salomat bo'linglar. Videoga aytganimdek podpisatsiya berishni unutmang va like bosishni unutmang. Eng global like va podpiska. Keyingi video nima qilishni o'rgatay. Avtobus qilganman, taksi qilganman. Nima qilaman? Mashina olib sotishni qilganman. Yana qanaqa ish kerak sizlarga? Yozib qoldiringlar. Xayr, salomat bo'ling.